Assalomu alaykum aziz muxlis. AQSh Ukrainaga yangi yordam yuborishga ishtahasi yo'qligini bildirdi. AQSh Kongressi mamlakatning Ukrainani moliyalashtirish bo'yicha yangi qonun loyihasini yaratishdan manfaatdor emas. Bu haqida Respublikachilar palatasi spikeri Mayk Jonson ma'lum qildi. Biz mojaroga chek qo'yishimiz kerak. Sizga shuni ayta olamanki, bizning Yevropadagi ittifoqchilarimiz ham buning zarurligini tushunadi. Bu juda uzoq vaqtdan beri davom etmoqda, deydi Jonson. Shu bilan birga Oliy Rada AQSh Ukrainaga sotib olingan qurollarni yetkazib berishni to'xtatganini ma'lum qildi. Mening ma'lumotlarimga ko'ra, sotuvga qo'yilgan qurollar to'xtagan. Ertaga bu qurollarni topshirishga tayyor bo'lgan kompaniyalar hozir kutmoqda, chunki hech qanday qaror yo'q, deydi Rada Mudofaa qo'mitasi. AQShda Milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Mayk Waltz Ukrainaga qurol yetkazib berishni to'xtatish haqidagi savolga javob berar ekan, bu jarayonda kechikishlar borligini tasdiqladi. Ukrainaga yetkazib bergan qurollarimizning aksariyati zaxiralarni qisqartirish dasturining bir qismi bo'lib, biz ularni tom ma'noda o'z zaxiralarimizdan olib chiqdik va oxir-oqibat mablag'lar orqali zaxiralarimizni to'ldirish uchun ularni qaytarib sotib olishni boshladik. Shuni ta'kidlab o'tamanki, ko'p hollarda bu jarayonda kechikishlar bo'lgan. Butun dunyo bo'ylab operatsiyalarimizga nazar tashlar ekanmiz, ko'plab zaxiralarimiz tobora kamayib bormoqda. Oq uy matbuot kotibining qo'shimcha qilishicha, bu mojaroning tugash vaqti haqidagi xavotirlarning sabablaridan biridir. U shuningdek AQSh prezidenti Donald Tramp bilan e'tiborini janglarni tugatishga qaratgan.